Assalomu alaykum, hurmatli podpischiklarimiz, chorva ishqibozlari. Sizlar Lutfulla Mola kanaliga, haqiqiy arzonchi kanaliga xush kelibsizlar. O'rtoqlar, bugun sigirimiz yanada ena bo'ladi bizada o'rtoqlar. Akalaxonlar, akajonlar deydi-yu. Xo'p, gap qisqa qilamiz. Ena bolasi xunajin, birinchi tug'ish, 4 ish, mahsuloti o'rta holda o'lchalaganda 4 litr, 5 litr. Lekin akalar biza bu moldan 3-4 litr sog'ib, qolganini bolasiga emizib turibmiz. Nimaga deysizlarmi? Chunki bu mol o'rtoqlar bo'g'ozligidan olingan. Podpischikimiz esinglarda bo'lsa, mingta bo'lsa, buzov o'yini qilamiz degandim. Yaqinlashib qoldi, oz qoldi. Harakatni bosib yuborasizlar. Xo'p, bu o'yin kimlarga bog'liq? Mingta podpischigimizni ichida podpiska bosganlarga bog'liq. Faqat shular o'ynaladi. Albatta video qo'yamiz. Telefon raqamlarimizni aytib o'tamiz keyin. O'sha podpischigimiz mingta bo'lsa, xo'p, telefon raqam tashlanadi, raqamlar qog'ozga yozilib o'ynaladi. Albatta bizda halol o'yin bo'ladi. O'rtoqlar, xullas, yana bolasi xunajin, birinchi tug'ish. Bu molimizni qaytarib gapimiz orasida chala qoldi. Xo'p, bo'g'ozligida olingan. Men podpischiklarimiz 950 tadan o'tsa, bozordan arzon narxda haqiqatdan mol qo'yaman deb niyat qildim. Mana niyatni amalga oshiryapmiz. Ko'ngil toza bo'lsa, barchasi bo'lar ekan, bo'ra akalar. Faqat bu mol savdogarlarga emas, mani podpischiklarimiz, dehqon akalarimizga. Mendan xursand bo'lib borgan, "Aka, ishonavering, bozordan ancha arzon ekan, xursand bo'ldim" deganlar ham bo'ldi. Ularga ham rahmat. Xudo xolasa Alloh topganlarga, rizqlariga, umrlariga baraka bersin. Ulardan qoladigan farzandlar solih qorilar qilsin. Biz hamisha duodamiz. O'rtoqlar, ena bolasi xunajin. Ismi ham bor bolasini. Aytib o'taman. Juma kun tug'ilgan. Juma kun tug'ilganligi uchun Jumagul deb ism qo'yganmiz. Xo'p, sigirimiz birinchi tug'ish, 4 ish, bolasi xunajin. Manzilimiz Namangan viloyati Chust tumanida. Mahsulotni aytsak, o'rtoqlar, bir kunga bemalol bitta ro'zg'orga sut qatig'iga yetadi. O'rtoqlar, bemalol yetadi. Ko'ryapsizlarmi? Bo'g'ozni ham bermaydi men aytgan narxga. Ishonavering. Gapimga javob beraman. Mana shu molni bo'g'ozni men aytgan narxga bermaydi. Men shu bo'g'ozni bermaydigan narxga sizlarga yonida naqd bolasi bilan sog'lom, to'rmuchali joylarda, ranglari ham o'zgacha Jumagulni beraman. Onasi bilan albatta. 4 ish o'rtoqlar. Mahsuloti nechi bemalol yetadi desam 2-3 litr dedilaringmi? Qatta 2-3 litr akalar. Akaxonim, sizlar uchun buni mahsuloti 4-5 litr. Mana qaranglar o'rtoqlar. Sog'lari bemalol qo'liga keladi. 4 talasi ham bemalol sog'ib olasiz. Mana o'rtoqlar, mana qo'limga bemalol keladi. Mana o'rtoqlar. 4-inchisi ham hammasi teng. Nuqson yo'q. Mana o'rtoqlar, bemalol sog'ib, juda ham yavash, yo'l tanlamaydi o'rtoqlar. Bu yog'idanmi, u yog'idanmi? Mana o'rtoqlar, sog'ib olasizlar. Bemalol. Sutga boy, birinchi tug'ish. Bunaqasi uncha joyda bo'lmaydi. Narxini ham o'ylab turinglar. Sizlar aytganda anchagina arzon narxda qo'yaman degandim. Niyat xolis bo'lsa, Alloh beraverar ekan. Sizlar uchun akalar, bu ona bolamiz. Narxini esladilaringmi? Hozir 20 million deydi deb o'ylab o'tiribsizlarmi? Yo'q. 20 ham demaymiz, o'rtoqlar. 19 ham demaymiz. Nima gap? Chorva ishqibozlari bormi? Men shu molni bozorda olib beraman deganlar. Men aytgan narxga. Nima? 17, qatta 17 aka.
Men podpiskilarimga boru 17 dan 500 ming yo'q, ketsa mendan ketsin. Menga faqat podpiska, like bosgan bo'lishi kerak videolarimga. Shu molni 16 million so'mga berib olaman. O'rtoqlar, ba'zi bir akalarimiz bor. Kami bormi deb so'rashadi. Lekin bu molni ko'rsangiz, aytgan gapingizga ham pushaymonga yuborasiz. Sababi 16 million so'mga birinchi tug'ish. Bolasi xunajin bo'lsa ham mana bunaqa borku, sog'ini bor sigir bermaydi o'rtoqlar. Shuni o'ringlar. Manzilimiz Namangan viloyati Chust tumanida. Telefon raqamlarimiz 97 kodi bilan 033 03 16 raqamlariga telefon qilishlaring mumkin. Telegram, WhatsApp hammasi bor o'rtoqlar. Instagramimiz ham bor. Instagramimizni xo'p, Lutfulla 169 qisalaring chiqadi inshaalloh. Faqat aytib qo'yay, 16 million so'mdan kam yo'q, dastavka, pastavka hech narsasi yo'q. Qo'limizdan kelgancha qayda bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizlar tomonidan agar yo'l kirasida qimmat desa, o'zimiz tomonidan bizada jamoadoshlar deydi-ku, shunaqalar bor, tanish shopirlar. Shulardan iloji boricha arzonroq shopir topib berishga harakat qilamiz. Albatta bizni videomizga podpiska, kanalimizga podpiska, videomizga like bosishingiz kerak bu molni olishingiz uchun. O'rtoqlar, qaytarib o'taman. Tishi to'rkirak, bolasi xunajin, ismi Jumagul bolasini. Chunki juma kuni tug'ilganiga men ismini o'zim shaxsan bu molni bo'g'izlikdan olib tug'dirib, podpiskilarimga deganim uchun Jumagul qo'ydim. O'rtoqlar, mana bu mol xo'p, tan joni sog'ligiga garantiyasi bor, albatta inshaalloh. Sog'lom, tepishi yo'q. Mana ko'rsatib berdim videolarda. O'rtoqlar, eslatib o'tamiz, manzilimiz Namangan viloyati Chust tumanida. Telefon raqamlarimiz 97 kodi bilan 033 03 16 raqamlariga 0316 97 kodi bilan 033 03 16 raqamlariga telefon qilishlaring mumkin. Telegram, WhatsApp barchasi mavjud. O'rtoqlar, mana orqasidan idishni ham ko'rsating deganlarga har tomonlama bor. Ishoning, bozorda bunaqa narxda mana shu molni tagi bundan xuniki kichkinasini ham bor-ku. Akalar topa olmaysizlar. 16 million so'mga. Nima deyapti? Chorbesh qozlari bormi? Qani menga o'xshagan o'zi olib tug'dirib kanaliga xo'p, obunachilar uchun qo'yadiganlar bormi? Mehnatimizni albatta qadrlaysizlar degan umiddamiz. Podpiska va like bosish esdan chiqmasin. Eslatib o'tamiz, manzilimiz Namangan viloyati Chust tumanida. Telefon raqamlari 97 kodi bilan 033 03 16 raqamlariga telefon qilishlaring mumkin. Bemalol xohlasalaring molni kelib ko'raverasizlar. Xohlasalaring pulni kartadan tashab molni mashina jo'natilaring, mashinaga xohlasalaring ko'rib olasizlar. Xullas, har tomonlarga kelishiladi, lekin mol 16 million so'mdan kamga berilmaydi. So'rab ovora bo'lib yurmanglar. Sog' bo'lasizlar, salomatli bo'lasizlar. Ozgina qoldi bizlarni mingta bo'lishimizga. Biz yanada bundan arzonni qo'yishga harakat qilamiz, lekin va'da bera olmayman. Sababi bu mol shaxsan podpiskilarim uchun o'zim bozordan qidirib topolmagan, dehqondan chiqib qolgan bo'g'ozni aka podpiskilarimizga tug'dirib sotaman arzon narxda deganim uchun shartnoma asosida olganman. O'rtoqlar, xudo xolasa 16 million so'mga molimiz nima deyapti? Ahli yuribdi deydi-ku. Xo'p, videoda molimiz oriq ko'ringan bo'lishi mumkin. Mana eti ham o'rtoqlar, sizlar o'ylaganchalik oriq emas, eti ham yaxshi o'rtoqlar. Podpiska va like bosish esdan chiqmasdan, sizlar uchun Lutfulla Moli kanali.